Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum barchaga, hurmatli akalar, hurmatli ukalar, hurmatli dasturlashga qiziquvchi yoshlar. Misol uchun mana dasturlash bo'yicha juda ham ko'p inson murojaat qiladi. Keyin juda ham ko'p inson boshlaydi o'rganishni va juda ham ko'p inson nima qiladi? Oxiriga bormaydi. Aynan mana shu narsani bu tabiiy holat o'zi. Misol uchun mana o'quv markazlarida ham yoki boshqa joylarda ham misol uchun mana 20 ta bola olinadigan bo'lsa, o'shani 3 tasidan yo 2 tasidan natija kutiladi. Eng yaxshilaridan. Qolganlari bora olmasligi aniq. Nimaga degan savolga bugun qo'ldan kelgancha nima qilamiz? Gaplashib o'tamiz. Qanaqa sabablari bor? Nima qilish kerak o'zi? Men o'zim ham juda ko'pchilik qiyinchilik bilan o'rganganman, hozirda ham yana o'rganib kelyapman, misol uchun ilmni oshirish maqsadida va mana shu yo'lda bo'layotgan chalg'itishlar, nima qilsak qanday bo'ladi, mana shuni bir gaplashib o'taylik. Qisqacha lo'nda qilamiz. Misol uchun mana siz mana bu joyda turibsiz va mana bu joyga nima qilgansiz? Borishni maqsad qilgansiz. Mana bu orzu deymiz mana. Orzu deb qo'yaylik, mana shu yerga maqsad. Mana shu yerga borishda hech kim birdaniga mana bu joydan paydo bo'lib qolmaydi. Yerdan chiqqan qo'ziqoringa o'xshab. Hamma mana shu yo'lni bosib o'tish kerak. Kimdir tezroq bosib o'tadi, kimdir sekinroq bosib o'tadi, kimdir qisqa muddatda, kimdir uzoq muddatda bosib o'tadi. Bu har kimni o'sha nima deymiz, harakati, boshqa tashqi omillarga ham juda ham bog'liq. Endi mana shu yerda 10 ta bola turgan bo'lsa, mana dasturlashni o'rganaman deb turib, soha qiyin, soha murakkab. Bu yerda misol uchun oson narsa yo'q. Siz muammoni yecha oladigan darajada ilmga ega bo'lgan inson bo'lishingiz kerak. Bir nechta bu inson degani bu misol uchun 4 qator kod yozdim degani emas. Har tomonlama o'ylash bo'yicha ham, o'sha social network deydi, bu bo'yicha ham, problem solving bo'yicha ham, dasturlash hamma tomondan o'sha mustahkam bo'lishingiz kerak bo'ladi. Keladi 2 ta odam misol uchun, 8 ta odam yo'lda qolib ketdi, to'g'rimi? O'shalar qayerda tushib qoladi? O'shalarning tushib qolish ostanovkalarini gaplashib o'tamiz. Endi birinchi mana boshlagandan keyin eng birinchi nima? Tartibsizlik boshlanadi. Tartibsizlik. Ya'ni o'rganishdagi tartib yo'qligi. Kuniga 1 soat shug'ullandimi, 1 kun 2 kun shug'ullanadi, bo'ldi, u yog'i ketdi. 1 yil kerak bo'lsa, boshidan oxirigacha tinimsiz shug'ullanish kerak. Tinimsiz harakat bo'lish kerak. Tinimsiz intilish bo'lish kerak. Ana shunda natija bo'ladi. Tartibsizlik ketdimi? Keyingisi dangasalik boshlanadi. deb qo'yaman mana. Dangasalik. Qildim-ku yoki bo'lmasa ertaga qilaman. Bugun aytildimi biror vazifa ustoz tomonidan yoki bo'lmasa o'zingizni o'sha har kim o'zi o'rganayotganlar bo'lsa, kunlik belgis boshida o'sha qiziqqan paytingizda o'sha bo'yicha hech qachon to'xtamaslik kerak toki natijaga chiqquncha, maqsadga erishguncha. Kamida 1 yil mana shu temp bilan, o'sha boshida qiziqqan ruhiyat bilan, boshida qiziqqan o'sha to'la nima deydi, ko'zi qonga to'lib turgan holatidagi bilan harakat qilsa, 1 yildan keyin juda ham yaxshi holatga keladi. Ishga kirib ancha yaxshi daromad topadigan pozitsiyaga keladi. Misol uchun men aytay, mana bu 0-pozitsiyada bu oyga 3-4 million top turgan bo'lsa, ko'chada ishlab boshqa qilib top turgan bo'lsa, 1 yil harakat qilsa, sabr qilib turadigan bo'lsa, to'g'ri orada men buni har oy topa olmasligi mumkin, o'qishlardan qolib ketishi mumkin boshqa. Lekin mana buni o'rnini bir necha barobar to'ldiradigan qilib, mana bu yerda 1500 ko'kida kirish mumkin. Yoki bo'lmasa ayting 800 ko'kida kirsin boshida, misol uchun. Bu kammi? Misol uchun. Mana buni necha barabari? Mana bu orada yo'qotganlarini 4-5 oy ichida qoplaydi, u yog'i keyin yana plyusga ketdi. Misol uchun-da. Keyin mana bu yerda umidsizlik boshlanadi. Umidsizlik. O'rganadi. Men yonida buni ishonchning yo'qolishi ham bor. Ishonchning yo'qolishi, umidsizlik bilan ishonchning yo'qolishini alohida qildim, chunki ikkalasini ko'pchilik nima deyishi mumkin? Ajratishganimiz ma'qul mana shu. Umidsizlik, ya'ni kayfiyati tushadi. Mendan chiqmasa kerak degan ishonch ham yo'qolib boradi o'zi. Umidim yo'q, bora olmasam kerak deb turib, o'sha anolar boshlanadi, xayolida bo'layotgan narsalar. Lekin o'sha buni orqaga tortayotgan narsa faqat xayolida.
Boshida bu qanaqa edi? O'sha xayolida zo'r edi, qiziqishi ham o'sha xayolida bo'lgan narsa uchun darslar ham qilayotgan edi, uyga vazifa ham qilayotgan edi. Hammasi joyida boryotdi. Hayolida bo'lgan umidsizlik va ishonchsizlik buni yana o'sha tartibsizlikka, boshqalikka undadi. To'g'rimi? Mana shulardan yetib keladigan bo'lsa, ma'lum joyga kelgandan keyin odamda nima ozgina mana bu ishonch paydo bo'la boshlaydi. Ha, demak, ancha joyga keldim, ancha narsa o'rgandim. Umidsizlik yo'qoladi. Mana bu yerlarda yo'q bu. Keyin mana bu joygacha amallab, tartib bilan, dangasalik qilmasdan yetib keladigan bo'lsa maqsadga. Maqsadga kelgandan keyin ko'radiki, mana bu yo'l qiyin emas ekan. Aslida bu yo'l o'sha murakkab yo'l emas ekan. Inson bosib o'tishi mumkin bo'lgan, faqatgina ozgina o'sha o'zini jonini qiynaydigan narsa bilan kelsa bo'lar ekan. Bu yerga misol uchun necha ming dollarlab pullar tikish yoki sog'lig'ini yo'qotish yoki bo'lmasa nima deydi, juda ham qattiq og'ir mehnat shart emas ekan. Kunlik tartib, rejim, doimiy intilish, o'sha boshidagi qiziqishni har doim ushlab turish bu nima qilar ekan? Mana bunga eltib qo'yar ekan o'zi. Orada bu yerda men bir necha narsani aytib o'tmadim. Misol uchun ijtimoiy tarmoqlar bor, bu yerda do'stlar davrasi bor, sizni chalg'itadigan narsalar bo'lar hammasi. Mana shu yo'ldan qayrildimi, bo'ldi, sizni chalg'itadi. Chalg'itib boraveradi, vaqtingizni oladi, kuchingizni oladi. Mana bu maqsadga bo'lgan erishish, misol uchun mana bu yo'lga kirib qaytib chiqquncha qancha kuch ketadi, qancha vaqt ketadi. To'g'rimi? Bu ham yo'l. Misol uchun mana bu yo'lingiz 1 yil bo'ladigan bo'lsa, 1 yil mana bu yerga kirib chiqishingizga misol uchun 4 oy ketishi mumkin yoki 1 oy ketishi mumkin, 1 hafta, 1 kun, baribir vaqtingizni oladimi? Vaqtingizni oladi. Mana shularga qaramasdan, mana shularni mana bu nuqtadan bu nuqtaga erishguncha ozgina cheklab turish kerak bo'ladi. Ko'pchilik o'shani cheklay olmaydi, taqiq qo'ya olmaydi, o'ziga o'zi rejim qo'ya olmaydi-da, mana yo'lda to'kilib ketadi keyin. O'shaning uchun o'rganayotgan, intilayotgan meni shogirdlarim ham mana shu yerda ko'radi. O'shalarga aytamanki, boshidagi qiziqishni har doim ushlab turinglar. Natijam yaxshi bo'ladi. Inshaalloh yaxshi natija qilaman, zo'r natija qilaman. Misol uchun ko'p insonlarga yordam beraman. Moddiy tomondan, ma'naviy tomondan degan qiziqish sizlarni hech qachon uxlatmasin, harakatdan to'xtatmasin. Mana shunda Xudo xolasa nima qilamiz? Ko'zlagan maqsadga erishamiz birgalikda. Bugun aytmoqchi bo'lgan narsalarim mana shular edi. Bir ko'ngildagi gaplarni aytib o'tay shogirdlarga deyapman, chunki goh-gohida insonni nimasi, o'sha harakatlari susayib qoladi. Zora mana shu videoni ko'rib yanada kuchaysa bo'lar. Demak, buguncha shu joyda yakunlaymiz. Keyingi foydali darslarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.